Menimcha yangi uyim shu yer bo'lsa kerak. Vau, uyim judayam go'zalga o'xshayapti. Tashqarisidan menga juda yoqdi. Tezroq kirib ko'rsam edi. Vau, bu uyni. Vau, judayam go'zal. Gapirishga til ojiz, ammo bu yerda nimadir yetishmayapti. Nimadir o'sha? Ablah Trek, mana shu qilganmidi ablah? Yo-mayo, ishlab charchab ketdim. Nima qilsamikin? Hali solashmabman-ku. Hammalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan короче men Trek. Hop, nima qilsam bo'ladi? Ishlarim judayam ko'p edi, afsus. Umuman bo'sh olmayapman. Nimalar qilsam bo'ladi? Qandaydir tovushlar eshitildi. Soat necha bo'ldi? Yo-mayo, soat 12 bo'libdi-ku. Bir tashqariga chiqib keray. Yo-mayo, nimaga hammangiz maska taqib oldingiz? Bizga mer shuni aytgan edi, shuning uchun maska taqib oldik. Nima? Mer nima dedi sizlarga? Agar sen yo'lda Trekni ko'rsang, qoch deyishdi. Nima? Yo-mayo, bu ablah. Mer nima dedi? Men uni oldiga borishim kerak-ku. Hozir bormasamikin? Yo-mayo, nima qilaman endi? Kutaverib, nimagadir g'alati bo'lib ketdim. Kim chaqiryapti? Salom, Trek. Sizda nima desam bo'ladi? Sizni mer chaqiryapti, tezroq borishingiz kerak ekan. Bo'pti, keyinroq boraman. Rostdan sizni mer chaqiryapti, tezroq boring. Kutyapti. Xo'p. Bo'pti, xayr, sog' salomat bo'ling. Nima sababdan mer meni chaqirtirdi? Hamma nimagadir meni yomon ko'ryapti. Men nima ish qildim? Hayronman. Avval mizg'ib olay, keyin esa merni oldiga borarman. Bir gap bo'lar. Yomonam uyqum kelyapti. Bo'pti. Xo'p, mana men merni uyiga keldim, yangi uyga. O'zim bilan qurol oldim, har ehtimol qarshi, lekin o'z boydan beri qurol oldimda turibdi. Xo'p, 1 2 3 merni oldiga kiramiz. Trek, keldingmi? Sen nimaga bunaqa qilding? Nima qildim men? Sen meni uyimni derazasidan sindirib yuboribsan. Endi esa bu qishloqdan umuman ket, bo'lmasam seni yo'q qilishga to'g'ri keladi. Nima? Meni yo'q qilishinglar kerak? Bo'lmasam hozir shu yerdagi qurollangan ishchilarim seni otib tashlashadi. Tezroq yo'qol bu yerdan. Endi nima qilaman? Bo'pti. Yo'qol tez-tez. Endi baribir mer. Mayli, endi nima qilaman? Qayerda? Ko'chada yashaymanmi endi? Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Biror ish qilmasam bo'lmaydi. Agar uyimga kirsam, meni baribir otib o'ldirishadi. Baribir menda bitta qurol bor. Ikkita odamga kuchim yetmaydi, bitta o'zim. Nima qilaman endi? Shu ham peshonamda bormidi? Borib qaytsammikin? Lekin qayta olmayman. Baribir qaytsam meni otib tashlashadi. Men qachon merni derazasini sindirdim? Afsus, faqat mendan ko'rishibdi. Nima qilaman endi? O'zimga uy quramanmi? Loydan bo'lsa ham, yo-mayo, mana bu tomonga ketsammikin? Endi shu yerga uy qurishimga to'g'ri keladi, loydan bo'lsa ham. Xo'p, mana suvni qo'yib bo'ldim. Endi esa shu yerda o'tiraman. O'zi hech kimga yordamim kerak emas. To'xtang, iltimos, birorta ovqat tashlab keting. Afsus, baribir hech kim narsa tashlab ketmayapti. Siz menga birorta ovqat bera olasizmi? Ovqat beraman, mana buni ol. Yo-mayo. Afsus. Bu ovqatni ham yeyishimga to'g'ri keladi. Qornim ochdi. Mana buni tashlab turaylik, yuvilib qolar. Endi uyimda ham boshqa odam yashayapti. Endi nima qilaman? Uyimni bir ko'rib kelsammikin? Uzoqdan bo'lsa ham. Uyim qaysi tomonda edi? Anchadan beri turdim o'zi. Bu yerda qishloq ham katta, uyni topish esa qiyin. Menimcha mana bu tomonda edimi yo bu tomondamidi? Yo-mayo, qaysi tomonda edi? Mana bu tomondamidi?